Assalomu alaykum, har doimgidek do'stlar, bo'g'im kasalliklarini oldini olish va uni davolash uchun mana shu ushbu programmani ichish kerak. Ya'ni giluron albatta ichasiz. Bu hidrogen sulfat, gialuronoid kislota bo'g'imlarni o'zini ishlash faoliyatini yaxshilaydi, qayta tiklashga yordam beradi. Lekin buni o'zini ichishdan avval mana bu detoks programmani ichish kerak hamda mana bu Basveliya, Flexicor, MSM bu oltinchi immunitet bo'g'imlarga ketadi bu. Calcium Prime. Mana shu programma bilan birga ichadigan bo'lsangiz, effekt yana ham yaxshi bo'ladi. Bu detoks programmani ichida 5-6 xil mahsulot bor. Buni ichida suvga qo'shib ichadigan Yaponiyani Okinawa orolidan oladigan Coral ham bor. Keyingi videolarda buni ichini ham xudo xolasa ko'rsataman. Buni ichini ko'rsatib, nimaga ichiladi, qanaqa tushuntirib qo'yaman xudo xolasa. Lekin albatta mana shu programma bilan ichsangiz, effekt yaxshiroq, tezroq bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, ikkilanmasdan bo'g'ingiz og'riyotgan bo'lsa, yurolmasdan o'sha og'riyapti deb sabr qilib yurolmanglar. Ichinglar, bo'ldi inshaalloh.